Voy, bugun cheeseburgerlarni yorib oladigan joy ko'rsataman. Ketdi. Bu burgerlarni bitta yesangiz kasal bo'lishingiz aniq. Hech qanaqa ortiqcha narsalar qo'shmasdan tayyorlangan burgerni haqiqiy cheddar sir quyilgan idishga solib berishar ekan. Ustiga kartoshka frili ham qo'yilgan. Ko'rinishi san'at asari bo'ldi. Mazasi prosta pushka. Har yeganingizda sirga botirib yesangiz, ham retseptorlaringiz mazza qilarishi aniq. Buni yesangiz qorningiz to'yib ketmasligi mumkin, lekin ovqatdan lazzat olib yeysiz. Tavsiya qilaman, albatta yeb ko'ring. Bundan tashqari bitta club sendvichlar, o'zgacha lavashlar, sirlar oqib turadigan mini burgerlar va mazali vaflilar ham topishingiz mumkin. Lavashlarning ichiga danar go'sht emas, balki qovurilgan mol go'shti solishar ekan. Ta'mi o'zgacha. Mini burgerlarni ham razmeri unaqa kichkina emas. Sirlari ham dobri. Desertlari ham boshqa joylarnikidan qolishmaydi. Lekin eng top narsalardan bittasi bu club sendvich ekan. Ko'pchilik aynan shu club uchun ham kelyapti deyshti. Nonlari xrustyashi, tovuqlari qurib qolmagan. Go'shtlarni faqat mesinisini ishlatamiz deyshti. Souslarni ham sifatli mahsulotlardan tayyorlashar ekan. Umumiy narxlarni ham ko'rishingiz mumkin. Toshkent bo'yicha ikkita filial. Birinchisi Chilonzor Al-Xorazmiy Kru yonida, ikkinchisi alohida Uzgazoil ro'parasida. Ham burger. Videoni Uski Kru deb yuborib qo'yamiz. Aniq lokatsiya Telegram kanalda.